birinchi kelgan ikkita Denza mashinamizni sotib bo'lganmiz. Bugun yana ikkitasi keldi. Lekin oxirgi sotgan klientimiz sal aytdilarki, "Mani liyim bundan yumshoqroq edi" dedilar. Men aytdim, "Bo'lishi mumkin emas" dedim. "Bu mashina liydan ancha yumshoqroq" dedim. Ular aytdilar, "Yo'q, men liyim yumshoqroq edi bundan" dedilar. Lekin baribir olib ketdilar. Hozir bitta o'tirib haydab ko'raman o'zim, qani yumshoqmi yo'qmi ko'raman, o'zim aytaman. Bitta narsani aniq ayta olaman, sidenya lidan ancha yumshoq. Bu birinchisi. Mayli, ходовой часть, u boshqa narsa, hozir ko'ramiz. Lekin sidenyani o'zi ham, o'tirish komforti ham вообще boshqa dunyo. Hop, remenlarni taqib olsak. Voy, remen yomon tortar ekan, bor. Normalda turibdi. Mana bu strongda turibdi. Buni yumshog'iga olamiz. Buni endi qani ketdik. Hop. Mashinani o'zini modini sportga qo'yishimiz kerak. Bu qayerdan qilinadi? Mana bundan qilinadi ekan. Uni sportga oldim. Sportga olganimda o'zgarib qolmadimikin? Yo'q, o'zgarmadi. Faqatgina sportga o'tdi. Qani buni bundoq qilib qo'yaman. Baribir komfortga qo'ydim. Anaqaga qo'ysang sportga o'tib qolar ekan. Sportga qo'ysangda podveska. O'shanda klient, по-моему, sportda haydagan, podveskada ham жесткий bo'lgan. Bitta lyukdan o'tamiz. Yo'q, bu lidan ancha yumshoq, menimcha. Balon davleniyalari hammasi uch. Voy, как раз anu g'alati ko'chalardan yuramiz. Mana. Nima deysan o'zing, Fotiq? Qaysi biri deb o'ylaysan? Yumshoq. Da, ozgina bor. Qanaqadir luklardan o'tganimda men ham sezyapman. Ozgina qanaqadir bir jo'stis bor, lekin balonni davleniyasini qara. Hozir tushiramiz davleniyasini o'ch. Balon davleniyalar 3.3, 3.4, 3.5 deb o'yatibdi. Shularni hech bo'lmaganda bir 2.4 largacha tushiramiz. Ju boshqa o'zgardi. Voy, вообще boshqa bo'lib qoldi уже. Umuman boshqa. Shuning uchun balon davleniya bu juda ham katta narsa-da, ya'ni hal qilib qo'yadi ancha-muncha narsani. Mana hozir anaqadan o'tamiz, politsiyskidan. Mana. Вообще boshqa. Aito bilan ana qilib ko'rsa bo'ladi. Boshqacha o'tadi, oddiy mashinalardan ko'ra boshqacharoq. Nimasidir boshqacha, жесткий emas, lekin boshqacha, qanaqadir diq-diq 2 marta diqillayaptimi nimagadir? Xuddi двойной pnevma 2 xil ishlayotganga o'xshaydimi? Orqa balon yordam berayotgani shunday seziladi, qaylayotganinglarda. Voy, вообще, bu baliq. Voy, baliq o'yladi. Mana atilabdan, mana sekinroq o'taman, buni baliq. Mana. Qanaqa komfort, o'tishi вообще boshqacha buni. Umuman sezdirmaydi ham, sezilmaydi ham hech narsa. Qaylish bu отдельная tema. Hech qachon Li9 bunaqa qayla olmaydi, однозначно. No, это politsiyskidan boshqacharoq o'tyapti. Sizga жестко sezilmaydi. No, men qanaqadir politsiyskidan o'tayotganda boshqa mashinadan boshqacha o'tyapti qanaqadir. Men Lida ham ko'rmaganman bunaqasini, boshqa zikr bo'ladimi yoki qanaqami? Mana.
xuddi bitta anaqa qilyapti. Blok sakramasligi uchun qilyaptimi buni? Mana qanaqadir boshqacha, nimasidir boshqacha o'tyapti buni. Bilmadim. Sezasizmi? Необычный qanaqadir o'tyapti. Bu lekin men bu anaqalada bilmadim. Вообще bu kорабль suzyapti faqat. Eng tor joylardan ham siz maza qilib o'tasiz. Qaylishiga отдельно temada borib. Mana tor yo'llarni qaraydi. Ha, o'tishimni qaraydi. Hop. Ko'tim qaylib ketayotganini sezaman borib. Voy. Prikol borib. Orqangiz anaqa qayliyor. Xuddi mashinani ko'tini burganda qanaqa kayf qiladi odam. O'shanaqa kayf beryapti-da, ha, qara. Sezasizmi? Voy. Atilabdan sizlar uchun mana shunaqa yo'llarda bo'lmaydi, mana tekshirib beraman. Xohlasanglar, anu krabovый rejimlarda ham yurib berardim-ku. Qo'yaqa. Bu yerdan razvorot qilsa bo'lar ekan mana. Tor yo'l yana ko'ramiz. Mazani. Ha, qaraydi. Shunaqa katta mashinada. Voy mazzada. Bittada. O'sha orqa balon qaylishi bu отдельная tema baribir. Man qara. Yo'llarni enasini ko'ryapti. Ketishimizni qaragin. Umuman bo'lishi mumkin. Mana qara, gurs-deb tushadigan yo'l ekan mana shu. Mana oldimizdagini ko'rdingmi qanaqa tushganini? Hop, beshovatga beramiz yo'l. Keyin ketdik. Surish nima deyapti? Zo'ra. Kibertrak. Ahror akam ketyapti-da, anta. Qani Ahror akamga yetib olamizmi, yo'qmi? Qani yuramiz. Ketdik. Xullas, bitta qilib aytganda bo'lmagan gap. Lidan bu mashina ancha yumshoqroq va aqlliroq, boshqacha bo'lishi mumkin emas edi. Bitta aytadigan narsam shu, politseyskidan o'tishni prosta kimga qanaqa, menga sal qanaqadir boshqacharoq tuyuldi, lekin prinsipi bu muammo emas. Lekin yo'lda o'zini ushlashi, boshqa bir yamalardan o'tishi boshqa, lekin splashnoy o'sha imенно politseyskidan o'tishi boshqacharoq ekan. 2 marta qanaqadir o'zini ushlab qolmoqchi-da, otmoqchi emas, mana bunaqa o'ynatmoqchi emas. Bitta tushiryapti, bo'ldi. Qattiqroq silkinish his qilasiz, 2 marta anaqa qilyapti, qanaqadir mana bunaqa o'ynatyapti qanaqadir. Shunisini ko'rish kerak deb, olmoqchi bo'lgan odam bitta haydab ko'rib keyin oladi-yu. Shunaqa gaplar do'stlar. Kevrasizlar, King Motorsda Denza mashinasi yana keldi.